Hammaga salom. Bugun ko'chaga chiqibman, uyda o'tiraman deb qarasam g'ozonlar to'kilgan ekan. Shu g'ozonlarni shipirib qo'ydim. Agar tozalagan tushgandim. Tog'am telefon qilib, "Shahlo, ishxonamizga kelib ket, bitta video olishimiz kerak edi. Shunga yordamlashib yubor" dedi. "Ha, mayli, nima ham qilaman" deb tez-tez tozalab olay dedim. "Jonga tegding shu g'ozonlaring bilan" deb menga negativ yozib o'tirish shart emas. Daraxtdagi oxirgi barg to'kilmagungacha men sizlarga shunaqa video qo'yishda davom etaman. Xafa bo'lmaysizlar. G'ozonlarni shipirib bo'lib, bo'ldi, endi ketishga tayyorlanay deb uyga kirsam, ne ko'zlar bilan qarayki, 3 ta bola uyda og'dar to'n tarqib tashagan. Bosh rollarda esa albatta shu Muhammad Sulton. Keyin bo'lsa Muhammad Sulton bilan yaxshigina olishib, orada kaltakam yeb oldim. Xafa bo'ladim, mayli xafa bo'lmang deb quchoqlab o'pib qo'ydi. Energiyam qo'zib ketib, uy tozalashga tushib ketdim. Sandiq ustini bo'shatdim, ichimdan qanaqadir ovoz chiqdi. "Voy, och, ichida nima bor ekan?" Yaxshi ham ichimdagi ovozga quloq solgan ekanmanki, kiyim tikish uchun material topib oldim. Keyin xursand bo'lgan holatda bir chekkadan yig'ishtirishni boshladim. Avvalgi ishni nimadan boshlashni bilmadimda, keyin o'rtadagi ko'rpalar yig'sam, keyin ochilib qoladi dedimda, ko'rpalar yig'ib qarasam, rostdan ham ochilib qoldi. Bilmadim, bular joy qurib qolgandek pardaga osilib o'ynashgan, pardani yana uzib tashashgan. Keyin pardani ildimda, uyda pilisos qildim. Yaxshilab tozalab olganimdan keyin bolalarni nima qilib jim olib o'tirishdi, yo'lini axtardim va oxiri topdim. Ular hammasini bitta joyga o'tkazib qo'yib, kim eng chiroyli rasm chizsa o'shanga shokolad beraman deb ularni o'tkazib qo'ydim-da, ko'nglim xotirjam bo'lib kiyinishga ketdim.